Sağdaş, endi S harfi bilan tanışıp beqing. Baş S, o'tira S, o'g'lanmi S, yolg'iz S, Sadir polvon samsiyab uyidan chiqib ketdi. Bilamsizlar nima deb yomonni teshib chiqdi? Tarxundan ketirilgan is quyoshni tusib oldi. Quyosh hechnimani ko'ramligashga taqqa usib oldi. Tulki boyvachcha galostuk osdi. Timsoh apandi qo'zini ko'rib, hoppuda qilib daryoga bosdi. Qo'limdagi dastdagi gilos, dedim o'zimga, asta qadam bas, taqda bar yo'lbas. S'ga A'ni qo'shsak, sa bo'ladi. S-A, sa. S'ga A'ni qo'shsak, sa bo'ladi. S-A, sa. S'ga O'ni qo'shsak, so bo'ladi. S-O, so. S-A, sa, ne, san. S-A, sa, ne, sen. S-O, so, te, sot. A'ga sanni qo'shsak, asan bo'ladi. A, S-A, sa, ne, san. Asan. Kaçkolla. Ay, o'rningdan tura Samsoqjon, o'rningdan tura, tez bo'la. Nima? Ingaklaring qizirib, qash-ko'zlaring qap-qora bo'lib ketibdi-ku. Nima bo'ldi Samsoq aka? Nimasin deysan Samsoqjon? Odamlar meni tunurg'a solib pishirib, ichimni qaynatib, yuzlarim kuyib ketgan tasliq qoldi. Ular tehi uningdan qanoatlanmay, birimizning ustiga birimizni tizib, atayyanlik nashti uchun tayyorlab qo'ydi. Yana bu yerda sukut qilib o'ltirdigan bo'lsak, ular meni yavitdi. Shundaqmi Samsoq aka? Undaqni qanday qilamiz? Qanday qiladi? Senmi qarab turadigan bo'lsang, ular qiymikash bilan chanab, mening qitig'ini chiqarib o'tadi. Andin qizilmush bilan aralashtirib, qizilgan mayga tashlaydi. Oqibatning qanday bo'lganligini endi bilib yetgansan? Yo'q. Men qo'rqib ketdim. Tezroq bir amal topsangchi Samsoq aka. Amal demsa, faqat bir amal bor. Qanday amal? Bu yerda darhol qochib ketish. Qanday qochimiz? Avval asta hoyliga chiqib qarab boqayli. Egimiz ishlayotgan fursatdan foydalanib, shartli qochib ketamiz. Chaparoq bo'l. Hali ulgurmay qolamiz bo'lmasa. Tez bo'l. Astroq. U hozir nima ish qilyapti? U hozir sanduq yasayapti. Biz avval sanduq ustiga chiqib sinab boqayli. Bizga diqqat qilamdi yo'q. Hay, Samsoqjon, sen kichkam chaqqan bo'lgan ekan, avval sinab boq. Ma'qul. Mayli, u bizga diqqat qilmadi. Chaqqan qochib ketayli. Oy! Azadlık'a eriştik. Biz erkinlikka chiqdik. Ey, Samsoqjon, ehtiyot qil, orqangga yon, poyezd keldi. Voy xudoyim. Aldirab qo'shal bo'lmasliging kerak edi, Samsoqjon. Hey, ko'ngli ayrilganni eyiqya, bo'lganni bo'ra deb to'g'ri aytib ekan. Rasululloh shundoq bo'ldi mana. Endi men yolg'iz nagimi boraman? Hey.